Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qizlar, yaxshimisiz? Qizlar, Olivian saytidan zakaz qilgan narsalarimiz keldi. Zo'r skidkada kelgan bular. Hammasini narxi zo'r chiqqan. Hozir hammasini zo'r qilib beraman. Shunaqa anvani krem setidan kelgan va narxi ham juda ham zo'r chiqqan buni qizlar. Telegramda ko'rsanglar bo'ladi. Nalichida menimcha bitta ikkitasi bor. Buni yana bitta set kelgan. Buni ichida nima ham bo'ladi? Keyin toneri ham bo'ladi, shunaqa kichkina. 60 mg kremi, ikkita 40 mg toneri bo'ladi. Bundan kelgan. Keyin shunaqa nimani qaysi brend edi? Agar bilsanglar, Green Tomato tonerlarni, serum, kremlarni sotganmiz. Bo'ralarga qarshi xuddi shuni ajinlarga qarshi shu brendni ko'z kremlari kelgan qizlar. Buni ichida ham shunaqa ikkitalik bo'ladi, ikkita bo'ladi. Albatta alohida ham sotiladi bular hammasi mana. Ajinlarga qanchalik yordam berishi ko'rsatib o'tilgan. Mana. Keyin qizlar, Bug' SPF'larimiz juda ham zo'r SPF'lar bilasizlar. Buni ikki xildan kelgan. Mana. Ton beradigani, ton bermaydigani ikki xildan kelgan qizlar. Bu ham zo'r narxda kelgan. Qizlar maza qilib olsanglar bo'ladi. Eng yaxshi SPF kremlardan. Keyingi nima setimiz, penka setimiz Roundlab'dan. Bu ham skidka narxlarda qizlar. Bular hammasi zo'r narxlarda kelgan. Grup Telegramda yozganman, hammasini ko'rsanglar bo'ladi. Yog'li muammoli yuzlar uchun, ta'sirchan yuzlar uchun juda ham ajoyib penka hisoblanadi bu. Keyin qizlar, Toridenni penkalaridan ham kelgan mana. Ichida o'zini cleansing milk, ya'ni ko'pchilik so'raydigan, o'zbekchasi esimga kelmayapti. Cleansing milk dan ham bor ichida xullas. Bular ham albatta alohida sotiladi. Alohida buni ham sotaman, buni ham alohida sotaman qizlar. Mana Toriden penkalarimiz, bu penkalar hamma yuzga tushadi qizlar. Ayniqsa quruq ta'sirchan yuzga juda ham zo'r tushuvchi eng yaxshi penkalardan hisoblanadi. Keyin Toridenni yana shunaqa SPF'lardan ham kelgan qizlar, qaranglar. Bundan ham ikkita SPF va bitta ton beradigan SPF ham bor ekan. Albatta bular ham alohida sotiladi. Bular ham yaxshi narxda kelgan. Keyin Skink brendidan peeling gellarimiz. Oqartiruvchi peeling gellardan ham kelgan qizlar. Keyin Manyuna penkasidan va Petrafilli maslalaridan ham kelgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Buni ichida shunaqa, agar set qilib oladigan bo'lsanglar, ikkalasini ham oladigan bo'lsanglar, ichida mana shu ko'rinyaptimi, qaranglar. Sumkachasi chiqadi, sovg'a bo'lib. Keyingi mahsulotimiz, buni boya ko'rsatib o'tdim. Bunda nalichida bor aytgandagi, agar zakazlar bo'lsa, Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Zo'r narxlarda qizlar. Keyin xuddi shuni nimasidan ham kelgan, mistidan ham. Bu ham ajoyib narxlarda. Narxlari juda ham zo'r haqiqatdan. Bitta ko'ringlar kirib. Keyin Senkani penkalaridan ham bor qizlar. Keyin mana shu toner patlardan kelgan ta'sirchan yuzlar uchun toner patlarimiz qizlar. Bulardan ham ikkita bo'ladi korobkasida, alohida ham sotiladi. Keyin mana qizlar. Toridenni SPF boya ko'rsatdim, bular ichida bor bo'ladi. Keyin yana bitta mahsulotimiz Dalbani sprey serumdan kelgan. Bunda ham ikkita bo'ladi, alohida ham sotiladi mana. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Ikkalasini olsanglar yana ham zo'r narxda qilib beraman. Set qilib oladigan bo'lsanglar. Keyin yana bitta mahsulotimiz Zeroni
Shunaqa gidrofilli balzamlardan kelgan. Ichida o'zini makiyaj o'chiradigan suyuqligi ham bor. Mana. Keyin ikkita nimalik 100 mg gidrofilli masla va 3-4 ta mini gidrofilli nimalar balzamlar bor. Mana 4 ta, bu ham balzam, bu ham 4 talik balzam. Keyin mana shu makiyaj o'chiradigan suyuqligi. Xuddi shuni keyin qizlar mana yashildan ham kelgan. Mana yashili yog'li ta'sirchaningizlarga ko'proq yaxshi tushadi. Bunda ham xuddi shunaqa 100 mg gidrofilli balzam va 4 ta mini gidrofilli balzamchilar. Va bitta shu makiyaj o'chiradigan suyuqligi. Buni ham agar set qilib mana shuni oladigan bo'lsangiz, o'rnatib beraman. Keyingi mahsulotimiz Roundlab'dan nima krem. Mana bu hammasi krem, bu ham grammlarni hozir aytaman. Общий bu yerda men 200 mg, alohida bu nima 70 bu 60 mg shunaqa. Suruqlarni ko'rsanglar bo'ladi 2029 gacha ham qizlar. Hozir bularni grammlari, yo'q, 80 keyin 40 mg ekan. Mana. Keyingi mahsulotimiz Gudal'dan Tone Up SPF kremimiz. Mana qizlar. Ichida bilmasam sovg'alarimi chiqsa kerak, buni ham ochib ko'rish kerak. Alohida sotiladi. Sizlar bilan birga ochib ko'ramiz. Demak, sovg'alari bor shekilli deb. Shunaqa bu nima endi? Shunaqa sog'ichasi ham chiqdi ichidan. Agar buni ham shunaqa set qilib oladigan bo'lsangiz, sovg'alari bilan birga olib beriladi. Mana qizlar. Keyin qizlar qaranglar. Self-function'ni oqartiruvchi Tone Up'lik eng zo'r SPF'lardan shu SPF'lardan ham kelgan. Bundan ham ikkita va bitta shunaqa 10 mg lik qo'shimchasi bilan kelgan. Qizlar ko'rsanglar bo'ladi. Nalichiga bu. Gruppaga qo'ymaganman, zakaz olmaganman bunga. Agar zakazlar bo'lsa, bemalol olsanglar bo'ladi. Ichlarini ham ochib ko'rsataman. Mana. Buni ham ichida shunaqa podarkachalari bilan bor ekan. Mana. Keyin mana qizlar. Bu ham SPF ekan. Ajoyib idishchada. Keyin bunisini mencha sumkalarga ham shunaqa osib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xullas, nalichida qizlar. Bularning hammasi Koreyaning Oriflame saytida skidga bo'ldi, magazinlarida. O'sha yerdan zakaz urib olib keltirganman qizlar. Hammasini 100% original bo'lgan mahsulotlarimiz, eng sifatli o'sha Koreyaning o'zida ham sevib ishlatiladigan mahsulotlarimiz bular qizlar. Shunaqa nimasi bilan, sumkachasi bilan magazinning o'zidagi. Endi buni ichida nimalar bor ekan ko'ramiz. Mana qaranglar, Dalbani kichkina serumlaridan bor ekan. Mana kichkina serumchalaridan. Keyin Hanyulma o'zim juda yaxshi ko'raman shu brendning kremlaridan, tinchlantiruvchi Dalbani serumi. Keyin Dalbani yana penkalaridan chiqdi. Cleanser oil, ham penka ham gidrofilli masla bilan bosuvchi. Shunaqa cleanserdan chiqdi. Keyin nima?
Ayub brendidan shunaqa 3 talik nimalar, serumlarmi, xullas ko'ramiz. Keyin Dalbani yana podarkasi, SPF. Bularni sizlarga podarka qilib beraman, zakazinglarga ko'r. Xullas hammasi emas, endi ko'pchiligi hozir bu yerda наличиеda, lekin zakazlar ham bor. Agar zakazlar bo'lsa, bemalol Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston viloyati bo'ylab dostavka xizmatlarimiz bor qizlar. Zakazlar Telegram orqali olinadi.